Fevral oyida butun dunyoni Amerika va Eron urushadimi degan savol qiziqtirayotgandi. Bahorning ilk oyi martga kelib esa bu qiziqish o'zgardi. Urush yana qancha davom etarkin degan xavotirlar paydo bo'ldi. Demak, urush haqidagi taxminlar allaqachon ortda qoldi. Endi dunyo uning oqibatlaridan tashvishga tushmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump urushning ilk kunlarida mojaroni 4 kunda tugatish mumkinligini aytgandi. Ammo Eronning javobi kutilganidan kattaroq bo'lgach, Washingtonning ritorikasi o'zgardi. Endi gap 4-5 oylik urush haqida ketmoqda. Bu esa sionistlarning urushni tez tugatish bo'yicha rejasi ish bermaganini anglatadi. Venesuela hokimiyatini bir kechada o'zgartirib yuborgan Trampning esa Yaqin Sharq botqog'ida qolib ketgisi yo'q. Tahlilchilar turlicha prognozlar qilayotgan bo'lsa-da, ayni paytda jarayonning oxiri ko'rinmayapti. Kimga ishonasiz? Mengami yoki aldoqchi ko'zlargami? Amerikalik mashhur komik Richard Pryor bir paytlar shunday degan edi. Bugun AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi Oq uy rahbaridan tortib vujudiga kofir deb yozdirib olgan Trampning urush vaziri Pete Hegsethning chiqishlarini tinglagan odam beixtiyor Pryorning hazilomuz so'zlarini eslaydi. Lekin voqelikka yaxshiroq nazar solsak, Amerikacha ssenariy juda tanish. Amerika rahbarlari doimo o'zining bosqinchilik harakatlarini oqlash uchun biror bahona o'ylab topishgan. Ular avval Iroqda ommaviy qirg'in qurollari mavjudligi haqida gapirishdi. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. Lekin Saddam Husayn dorga tortilgandan keyin ham Iroqdan birorta dahshatli qurol topilmadi. Keyin Liviyada demokratiyani himoya qilish bahonasida paydo bo'lishdi. But we cannot stand idly by when a tyrant tells his people that there will be no mercy. Oqibatda mamlakatni vayron qilganlari yetmaganday, hozirgacha tugamayotgan fuqarolar urushini boshlab ketishdi. Sudan va boshqa davlatlarda ham xuddi shunday voqelik kuzatildi. Endi esa navbat Eronga keldi. Bu safar gap terrorizmga qarshi kurash haqida ketyapti. It's been mass terror and we're not going to put up with it any longer. Xato eshitmadingiz. Bir paytlari Suriyadagi IShIDchilarni bombalash uchun Eron bilan hamkorlik qilgan AQSh endi Tehronning o'zini terrorchilikda ayblamoqda. Shu o'rinda italiyalik jurnalist Michele Serraning quyidagi gaplari ham yodimizga tushadi. Amerikaliklar juda omadli, chunki ular demokratiyani eksport qilish uchun borgan har bir joyda neft topiladi. Bu urushning ortidagi asosiy masalani ko'pchilik ko'rmasligi mumkin, lekin aslida muammo qandaydir yadro dasturida emas. Turkiyalik yozuvchi iste'fodagi admiral Jihod Yoychining fikricha asosiy masala dollar tizimida. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük AQShning global qudrati harbiy qudratidan ham ko'ra ko'proq dollarning jahon valyutasi sifatidagi maqomiga bog'liq. Bu tizim shunday ishlaydiki, dunyo davlatlarining barcha boyliklari, neft, gaz, qimmatbaho metallar va boshqa mahsulotlar oxir-oqibat dollar bilan baholanadi. Ya'ni siz peshona teringizni to'kib ishlaysiz, qazasiz, eksport qilasiz. Evaziga esa Yahudi sizga o'zi chiqargan qog'oz pulni beradi. Keling, shu o'rinda dollarning qisqacha tarixini ham ko'zdan kechiramiz. 1900-yillarga kelib Qo'shma Shtatlar o'zining ilk dollarini chop etdi. Har bir dollar haqiqiy oltinga bog'langan va uni istalgan paytda oltinga aylantirish mumkin edi. Ayni shu paytdan boshlab dunyo mamlakatlari bu yangi moliyaviy tizimga ishona boshlashdi. 1944-yilda 44 ta davlat Bretton Woods kelishuvini imzoladi. Bu kelishuv AQSh dollarini dunyo zaxira valyutasi sifatida belgiladi va iqtisodiyotda yangi davrni boshlab berdi. Ammo dunyo bu o'zgarishning kelgusida qanchalik katta bo'lishini tasavvur ham qilmagan edi. 1971-yil avgustda prezident Richard Nixon butun dunyoda e'tiborni tortgan mashhur nutqini so'zladi. Men kotib Connelliga dollarni oltin yoki boshqa zaxira aktivlariga aylantirishni vaqtincha to'xtatib turishni topshirdim. Bu AQSh pulining barqarorligi va davlat manfaatlarini ta'minlash uchun kerak dedi u. Shundan so'ng Qo'shma Shtatlar oltin standartlarini bekor qildi. AQSh dollari endi ko'p miqdordagi oltin bilan emas, balki quruq havo, ya'ni AQSh hukumati va federal zaxira tizimiga bo'lgan ishonch bilan qo'llab-quvvatlanadigan bo'ldi. Agar bir kun kelib ortida hech vaqosi bo'lmagan bu qog'oz global hisob-kitob vositasi maqomini yo'qotsa, Amerika iqtisodiy tizimi jiddiy inqirozga uchraydi. Shuning uchun ham Washingtonni eng ko'p qo'rqitadigan narsa xalqlarning dollardan voz kechishi hisoblanadi, deydi turkiyalik sobiq admiral. Shunday ekan, Eronning aybi nimada? Admiral Yoychining fikricha, Eronning asosiy aybi uning nefti yoki raketa dasturi emas. Uning qo'shroq ichidagi eng katta gunohi sanksiyalarga chap berish uchun dollarsiz savdo qilishga o'tganida. Tehron neft va tabiiy gaz boyliklarini Xitoyga yuanda, Hindistonga rupiyda, Rossiyaga rublda, ba'zi davlatlarga esa o'ziga xos barter usuli orqali sotishni boshladi. Bir qarashda bu shunchaki iqtisodiy qarorga o'xshaydi, lekin global tizim nuqtai nazaridan qaraganda bu dollar imperiyasi uchun jiddiy chaqiriq.
Chunki agar bir davlat dollarsiz savdo qila boshlasa, boshqalar ham unga ergashishi mumkin. Agar bu jarayon kengaysa, yahudiylar qurgan iqtisodiy arxitektura asta-sekin yemiriladi. Shu bois ham Washington bu jarayonga ortiq toqat qila olmadi. Yana bir muhim omil bor. Eron tabiiy resurslar bo'yicha dunyodagi eng boy davlatlardan biri. U neft, tabiiy gaz, oltin, uran, nodir metallar zaxirasi bo'yicha jahondagi kuchli 5likka kiradi. Bunday resurslar ustidan nazorat o'rnatish har qanday super kuch uchun strategik ahamiyatga ega. Odatda Washington boshqalarga taqdim etadigan formula juda oddiy. Resurslar senda bo'lishi mumkin, lekin ularni kimga, qaysi narxda sotishini biz hal qilamiz. Eron bilan bog'liq yana bir strategik nuqta shubhasiz Hormuz bo'g'ozi. Bejizga AQSh razvedkasining Eron Hormuz bo'g'ozida dengiz minalarini joylashtirmoqchi ekani haqidagi xabari Trampning uyqusini o'chirayotgani yo'q. Bu harakati bilan Eron global neft savdosini butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin. Tramp ushbu harakatlarga keskin munosabat bildirib, minalar darhol olib tashlanmasa, Eronga har qachongidan ham ko'ra shiddatliroq zarbalar berilishini va'da qildi. Neft oqimi to'xtatilsa, Tehron 20 barobar qattiqroq jazo oladi, deydi Oq uy rahbari. Hormuz bo'g'ozi jahon iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga egaligini bilish uchun faktlarga diqqat qilamiz. Bu yo'nalishlar orqali har kuni 20 million barrel neft, katta miqdorda suyultirilgan gaz jahon bozoriga chiqadi. Jumladan Xitoy neftining qariyb 45% aynan shu bo'g'ozdan o'tadi. Yevropa energetikasi ham katta darajada shu yo'lga bog'liq. Agar bo'g'oz yopilsa yoki xavfli hududga aylansa, neft narxi bir zumda osmonga chiqib ketishi mumkin. Ayni damda Brent neftining bahosi $90 oshganini hisobga olsak, urush cho'ziladigan bo'lsa, uning qiymati 100-120 gacha yetishi tabiiy. Bu esa dunyo iqtisodiyotida inflyatsiyani yuzaga keltiradi. Shu o'rinda ozarbayjonlik siyosatshunos Rizvan Guseynovning mulohazalarini tinglaymiz. AQSh Erondan Fors ko'rfazidagi neft va gaz tranziti ustidan nazoratni amalda Amerikaga topshirishni talab qildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad Xitoyga ta'sir o'tkazish uchun yana bir qo'shimcha dastakka ega bo'lish edi. Agar Venesuelada bu ish tezda amalga oshgan bo'lsa, Eronda bunday bo'lmadi. Trampning aprel oyi boshida Xitoy rahbari bilan uchrashuvdan oldin neft va gaz tranziti yo'llarini imkon qadar nazoratga olish istagi haligacha ushlangani yo'q. Eron masalasida bu ham o'ziga xos ultimatum bo'ldi. Yadroviy kelishuv keyingi muzokaralar doirasida muhokama qilinishi mumkin edi. Biroq Oq uy Erondan neft-gaz tranziti ustidan nazoratni talab qildi. Ehtimol aynan Eronning bu talabni rad etgani AQSh va Isroilning terrorizmga qarshi amaliyoti boshlanishiga sabab bo'lgandir, deydi xalqaro tahlilchi. Qizig'i shundaki, Rossiyaning Ukrainadagi urushidan bo'ladimi yoki AQShning Eronga urush ochishidanmi asosiy foyda Xitoyga bo'lmoqda. Ukrainaga qarshi urushdan keyin Xitoy ruslarning arzon resurslariga ega bo'ldi. Asosiy zarbani esa Yevropa qabul qilib oldi. Bu yerda ham Xitoy AQShdek katta kuchni Eron botqog'iga botirishdan manfaatdor bo'lishi mumkin. O'z navbatida Pekin Tehronning ortida turib, amerikaliklarga zarba berish imkoniga ega bo'lmoqda. Qizig'i shundaki, moliya bozorlari hozircha bu urushga juda sovuqqonlik bilan qaramoqda. Birjalarda katta xavotir kuzatilmayapti. Bu esa ikki narsani anglatadi. Birinchi variant, bozorlar bu xavfni jiddiy qabul qilmayapti. Ikkinchi variant esa bu jarayon oldindan rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Chunki oxirgi 2 yilda dunyo markaziy banklari misli ko'rilmagan darajada oltin zaxirasi to'pladi. Mudofaa sanoati xarajatlari ham rekord darajaga chiqdi. Bu tayyorgarlik tasodif emas. Urushlar har doim iqtisodiy oqibatlarga olib keladi. Energiya narxlari ko'tariladi, logistika buziladi, oziq-ovqat qimmatlashadi. Bundan eng katta jabr chekuvchilar esa shubhasiz oddiy odamlar bo'ladi. Bu safar ham neft qimmatlashi bilan yonilg'i, transport, oziq-ovqat, elektr energiyasi narxi oshdi. Bu esa global inflyatsiyani yanada kuchaytirdi. Ayrim tahlilchilar bu jarayon ortida yana bir rejani ko'rishmoqda. Raqamli valyutalarga o'tish. Ya'ni avval iqtisodiy bosim yaratiladi, keyin esa yangi moliyaviy tizim taklif qilinadi. Bugungi vaziyatda eng katta xavf urushning mintaqadan tashqariga chiqishidir. Agar bu to'qnashuvga boshqa davlatlar ham tortilsa, vaziyat butunlay o'zgarishi mumkin. Ayniqsa, Quddus va Masjidul Aqso atrofidagi har qanday keskinlik butun islom olamida katta reaksiya uyg'otishi mumkin. Agar u yerda biror provokatsiya sodir bo'lsa, bu faqat mintaqaviy emas, balki global mojaroga aylanishi mumkin. Hozirgi urushni faqat raketa va tanklar orqali tushunish qiyin. Bu urush energiya bozorlari, global moliya tizimi, dollar hukmronligi va geosiyosiy ta'sir doiralari uchun olib borilmoqda. Shuning uchun ham bu mojaroning oqibatlari faqat Yaqin Sharq bilan cheklanmaydi. Neft narxi, inflyatsiya va moliya bozorlari orqali uning ta'siri butun dunyoga yoyiladi. Xullas, dunyo yana bir xavfli davrga kirib bormoqda. Urushning qachon tugashi noma'lum, lekin bir narsa aniq. Uning iqtisodiy va siyosiy to'lqinlari hali uzoq vaqt davomida his qilinishi mumkin. Ko'rsatuvimizni amerikalik mashhur iqtisodchi hamda geosiyosiy tahlilchi professor Jeffrey Sachsning Yaqin Sharqdagi urush bo'yicha fikrlari bilan yakunlamoqchimiz.
Men yaqinlashib kelayotgan falokatni va oqayotgan juda ko'p qonni ko'ryapman. Bu Isroil va Qo'shma Shtatlar tomonidan tinch aholini ommaviy qirg'in qilishning bir turidir. Bu dahshatli holat. Aslida biz buni yodda tutishimiz kerak. Bu aniq nishonga aylangan bombardimon emas. Bu Tehronni gilamdek bostirib bombalashdir. Bu yaqinlashib kelayotgan Armagedon, oxirgi zamon urushidir.